man просто vahoyda hozir borib, men internetga kiryapman, shunaqa ko'p odam yozib tashlagan, qo'rqasan endi nima bo'yda admin qilasan, boshqa narsa. Men bo'yda admin qilmayman, nima bo'yda admin qilaman? Men undan oldin kontraktga qo'l qo'yganman. 2 yil oldin o'zi u bilan urushimiz kerak edi, Batir bilan. Botirni o'zi urushmagan men bilan. 2 yil oldin urushimiz kerak edi. Men nima bo'yda отказ qilaman? Menga normal gonorar to'layapti. Senlar bilmaysan-ku, men nimaga Amerika bilan sudlashdim, nimaga bunaqa narsalar bo'lib ketdi. Pichoqlanganimdan keyin yutkizdirdim. O'sha nimaga menga jahon chempionlik bermaganligi uchun men sudlashganman. Yuribdi boshqa boksyorlar 5 yildan beri birinchi nomer bo'lib, hali ham jahon chempionlik bo'y bermagan. Men o'shaning uchun sudlashganman. Men просто vahoy shunchalik yutqizishimni xohlaysanlar, men seni uyingga borib bir nimangni o'g'irlayapmanmi? Yo xotiningga gapirdimmi? Yo sening bilan gaplashyapmanmi? Nima meni yomon ko'rasanlar? Vahoy mana senlarga, bilad. Hammangga emas, shu qo'sh tirnoq ichidagilarga.